O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti tomonidan Toshloq tumanida yangi zamonaviy amaliy o'quv mashq maydoni avtodrom ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda vatanparvar tashkiloti markaziy kengashi raisi so'z olib, tashkilot xodimlariga kelgusidagi ishlarga omadlar tilab marosimni ochiq deya e'lon qildi. Oldinda juda ko'p ishlarimiz bor. Marosimda so'z olganlar vatanparvar tashkiloti yoshlarimiz hayotida muhim o'rin tutishi, ularga berilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanishi va tashkilot tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar kelgusida natija berishiga ishonch bildirdilar. Bugungi kunga kelib respublika bo'yicha 26 ta avtodrom qurilgan bo'lsa, shuni ikkitasi Farg'onada va shundan bittasi mana shu Toshloq tumanida. Aynan Toshloq tumanini tanlab olinishining sababi birinchidan viloyatdagi agar uni masofa jihatidan oladigan bo'lsak, unga yaqin joylashgan tumanlarni ta'minlash imkoniyati bor. O'zi umuman o'zbek xalqi mehnatkash xalq, lekin mana toshloqliklarni bu masalaga juda ham mas'uliyat bilan yondashib, mana ko'rib turganingizdek zamonaviy chiroyli avtodromlarni qurib bitkazganligi bu albatta ularga bo'lgan bizni ishonchimizni yuqori darajada oqlashi deb hisoblayman. Tadbirda nafaqat avtodrom, balki uning faoliyatini ta'minlaydigan yangi texnik baza ham ishga tushmoqda. Jumladan 2025-yil davomida vatanparvar tashkiloti Farg'ona viloyati tizimida quyi tashkilotlar texnik bazasini rivojlantirish yo'lida jami 51 ta yangi zamonaviy yengil va yuk avtomobillari xarid qilingan bo'lib, shulardan bir nechtasi ilg'or o'qituvchi murabbiylarga topshirildi. Hozirgi kunda ko'ryapsiz, texnika rivojlanyapti. Zamonga qarab turib, yangi har bitta tashkilotlarimizga kamida 3-4 tadan yangi zamonaviy turdagi 12 avtomobillari hamda yuk avtomobillari, Faton rusumli yuk avtomobillarini ham olib, bular hammasi yoshlar uchun, ya'ni haydovchilikka o'qiyman degan o'quvchi yoshlar uchun qilingan narsalar emas. Yangi avtodromning rasmiy ochilish ramzi sifatida lentani kesish marosimi bo'lib o'tdi. Ushbu avtodrom O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 2024-yil 18-yanvardagi 27-sonli buyrug'i talablari asosida barpo etilgan bo'lib, yoshlarimizni amaliy haydovchilik mashg'ulotlariga tayyorlash, ularda mas'uliyat va harakat xavfsizligi madaniyatini shakllantirish yo'lida katta qadam hisoblanadi. Hasanboy Ibrohimov, Rustamjon Muqimjonov, Ruxsor News dastur uchun maxsus.